Barin inqilobining 10-yili. Aslima. Abdurahimjon Abdurashid. Bir millatning mavjudligi va insoniy qimmati, uning nupusi soni, o'tmishdagi madaniy meroslari, shoir yozuvchisi, donishmandlari bilan emas, balki tulib toshgan milliy g'urur, bitmas tugmas ruhiy jasorat, taslimsiz milliy iroda bilan ifodalandi. Zayniddin Yusuf 1990-yili 1-oy Kashvari. Çöl bayavonlardagi yovvoyi hayvonlarning soni, sifati va nasli qo'g'dilanayotgan rahim shafqatlik, madaniyatlik bugungi yangi davrda tashqi dunyo bilan insoniy munosabati butunlay uzilib ketgan, ibtidoiy yashash sharoitidan mahrum bo'layotgan qorong'u tuman ostidagi Uyg'ur millatini xuddi tashqi olamdan yer shariga bomba tushgandek eng tasoddifiy, eng kuchli inkas bilan dunyoning siyosiy sahnasiga ilib chiqqan sharafli Barin inqilobi bu yil 10 yoshga kirdi. Ammo u o'smirlik, sabiy mezgilda emas, balki navqiron yigitlardek jasoratga va peshqadam buvoylardek tajribaga ega bo'lib qoldi. Vatanimizning har qaysi joylaridan bir niyat, bir maqsadda Barin yezisiga to'plashgan bir qancha nafar inqilobiy qahramonning tashabbusi bilan 1989-yili 10-oyning 10-kuni Barin yezisini vaqtliq markaz qilgan holda Sharq Turkiston ozodlik tashkiloti qurildi. Bu tashkilotning nizomlari, programmalari tafsili bekitilib, tashkilotning vaqtliq bosh raisligiga Zayniddin Yusuf saylandi. Nizomdagi belgilama bo'yicha bosh rais mutlaq oliy huquqqa ega edi. Uning uchun raisning taklifiga binoan tashkilotning markaziy hay'atlar soni ko'paytirildi va kengaytirilib, a'zo qabul qilish ma'qullandi. Tashkilotning siyosiy organi sifatida partiya ta'sis qilish haqidagi munozaralarda hay'atlar tarafidan sobiq Tangritog' yoshlar partiyasi, sobiq Sharq Turkiston xalq partiyasi va Demokratik yoshlar partiyasi qatorliq partiyalarga varislik qilish yoki yangidan ta'sis qilish taklifi qo'yildi. Ammo yolg'iz Zayniddin Yusuf Sharq Turkiston Islom partiyasini o'ttirib qo'ydi hamda barliq bir turg'un holatdagi ishxona partiyalar edi. Shundaqdimi dushman oyab takchiga elib qo'ymadi. Ammo Sharq Turkiston Islom partiyasi bo'lsa ham yangi, ham qadimiy bir mavjudlikdir. Bu partiya bo'miz sulton Sutuq bilan vatanimizga yildiz tortgan, millatimizning ruhiga singib ketgan, varislik qilishga layoqatlik iqim faqat Sharq Turkiston Islom partiyasidir. Agar biz millatimiz tushunmaydigan, qabul qilmaydigan, to'yoq ko'chaga kirib qoladigan bo'lsak, u chaqda hech narsa yarata olmaymiz, hech narsaga erisha olmaymiz. Uning olmasdek o'tkir fikri oldida hay'atlar simobdek erib, hammaylan shartsiz holda Sharq Turkiston Islom partiyasini ma'qulladi. Ammo kundan kunga murakkablashib mengayotgan tashkilotning ichki vaziyati faqat Zayniddin Yusufning qaroriga bog'lanib qolgan edi. 89-yili 11-oyning o'ttirlarida Zayniddin Yusuf hay'atlar yig'ini chaqirdi. U hech kim o'ylamagan yerdan tashkilot programmasidagi Sharq Turkiston ozodlik tashkiloti dushmanga qarshi uzunga so'zilgan yoshurun siyosiy harakat qiladi degan moddani ilib tashlab, uning o'rniga Sharq Turkiston ozodlik tashkiloti dushmanga qarshi nihoyatda jiddiy, ochiq, oshkora qurolliq harakat qiladi degan moddani kirgizishni talab qildi. Bu fikrga ko'pchilik qarshi turgan bo'lsa-mu, oxirida Zayniddin Yusufning qarori ishga oshdi.
Ya'ni 1990-yili 4-oyning 21-kuni Xitoy mustamchiliklariga qarshi qurolliq urush qo'zg'ash rasmiy qaror qilindi. Zayniddin Yusuf har qanday jiddiy bir fikrni o'ttirib qo'ygan hamon hay'atlarining ko'pchiligi sen millatimizni o'tqa tiqmoqchi bo'layotsan, dushman ko'p va kuchlik, biz bo'lsak bek oz va ojiz, shunga sharoitni yetildirish, fursat kutish kerak deb paxas bo'lishni talab qiladi. Lekin Zayniddin Yusuf ularga yo'chiq qoldirmay javob beradi. Sizlarga o'xshash paxaschilar tufaylidan noiti qisqa mezgil ichida dushman shundoq kuchayib ketdi. Hozir dushman Yiroq Xitoydan kelmaydi, balki Xitoy jahongirlari bizning mahallamizdan, jamoatlarimizdan, hatto ota-onalarimizdan, pushtimizdan tamg'an bolalarimizdan, qo'ynimizdagi ayollarimizdan bizga qarshi dushman yetishtirdi. Biz nima yetildirdik? Aksicha hamma narsamizni yo'qotdik. Biz fursat kutishni bilmaymiz. Sharoit yetildirishni bilmaymiz. Chunki bu millat bulg'angan. Ruhiga qulluq tamg'isi besilib ketgan. Ruhi taslim bo'lgan millat bu qadar keraksiz, bu qadar sesiq narsani tozalash kerak. O'tqa tashlab ko'ydirish kerak. Bularning ruhiga besilgan qulluq tamg'ining dog'larini faqat o't ko'ydirib tozalash kerak. Boshqalarning biz qurolliq urush qilamiz, da'vatimiz, ammo bizda na qurol yo'q, na pul yo'q. Zodi bu masalani qanday hal qilamiz degan tan savollarga noyta oddiyla mundaq javob bergan edi. Agar biz yanala yo'q degan bu qabih kalimani takrorlayverdiganmiz, yaqin kelajakda bu millat yo'qoladi. Shuning uchun pulni boylardan, qurolni dushmandan olamiz. Tashkilot a'zolari harbiy mashq qilib boradigan maydonga Zayniddin Yusuf eng oxirgi qitim kelganda a'zolarga nutq so'zlab munolarni degan edi. Bizda haqiqatan kuch yo'q, qurol yo'q. Qurol setib oladigan pul yo'q. Lekin bizda olamcha sig'mig'idek iroda, olamcha g'oya, cheksiz g'urur bor. Bizning birdan-bir yo'lanchimiz Alloh va ona tuproq. Agar urushda qurbon bo'lsak, Alloh rizosiga erishimiz. Ona tuproqimizga ko'milimiz. Navoda g'alba qilsak, ona tuproqimizga ega bo'lamiz. Bizning ishimizni mansitmayotgan Yiroq yaqindagi ba'zan oliy janoblar yoki bizning jang maydoniga botirlarcha qurbon bo'lganligimizni anglaydi. Yoki oy yulduzliq ko'k bayroqning ko'kda javlon qilganini ko'rdi. Shunda qilib harbiy mashqlar, idiviy ta'lim tarbiyalar va urush tayyorligi nihoyatda jiddiy ilib berildi. Har qaysi yurtdan garchi ijobiy inkos kelsimi, lekin munosabat doirasi kengaymoqda edi. Tashkilotning bosh raisi, partiya boshlig'i va urush qo'mondoni qatorliq muhim vazifalar Zayniddin Yusufga yuklangan edi. Uning zo'r tirishchanlik ko'rsatganiga qaramay, to'plangan umumiy iqtisod aran 5000 so'm bo'ldi. Urush aslahalari faqat 17 dona cho'ng kichik miltiq, tapancha, 64 dona yerlik usulda yasalgan bomba, 150 dona qilich, pichoq, palta qatorliqlardan iborat edi. Barim va boshqa qo'shni yezlardan taqdim etilgan urush otlari 20 to'yoqqa yetmaydi. Umumiy askar soni bo'lsa 700 nafardan ortiq edi. Bu qadar ojiz holda dunyodagi eng kuchli urush aslahalariga, favqulodda urush tajribasiga ega Xitoy mustamchilariga urush echish ayni vaqtda hech kimning tasavvuriga sig'magandek. Zayniddin Yusufning aqlidanmi o'tmaydi. Ammo uning birla g'oyasi moddiy ma'naviy jihatdan bulg'unib ketgan, ruhi taslim bo'lib xoinlarcha yashashga kunib ketgan bu millatni urushga boshlab kirish va bu millat tex tugmidi, tex ruhi taslim bo'lmadi degan sadoni dunyoga jakarlash edi.
Zayniddin Yusuf doim nafratlanib turadigan bu xoin millatning abdi bashirsi yana bir qitim isbotlandi. Urush boshlanishga 19 kun qolganda tashkilotning markaziy hay'atlari ichidagi satqinlar 90-yili 4-oyning 21-kuni ilib beriladigan urush planini dushmanga pash qildi. Shuning bilan Barin yezisining atrofi Xitoy askarlari bilan qorshov qilindi. Nahiydan nahiya boshliqlari, partikom boshliqlari va noyilik tashviqot xodimlari Barin yezisiga yetib kelib, darhol mustamchiliklarning saxta siyosatlarini tashviq qilishga boshladi. 4-oyning 4-kuni Zayniddin Yusuf muavin bosh qo'mondan Jamol Muhammad tutqun qilindi. Yezlik saqchi idorasiga qamab qo'ydi. Lekin har biri birdan qo'mondan bo'lg'idek botur azmatlar darhol qo'zg'alib, Xitoy mustamlikchilarining naq maydonda chakarlik qilayotgan amaldorlarni tutqun qildi. Vaziyat texmi keskinlashib, 4-oyning 5-kuni tong saharda urush rasmiy boshlandi. Shu kuni tushdan keyin urush to'xtatish va dushman tarafidan asirga tushgan kadrlarni qo'yib berish sharti bilan Zayniddin Yusuf va Jamol Muhammad qo'yib etildi. Ammo urush raso avjiga chiqdi. Zayniddin Yusuf aytgandek, haqiqatan nurg'unlagan xil qurollar dushman armiyasidan o'lja ilindi. 4-oyning 6-kuni tush vaqti bilan bosh qo'mondan Zayniddin Yusuf jang maydonida shahid bo'ldi. Muntizam urush shu oyning 8-kuni kashqurungacha davomlashib, umuman bostirildi. Muhasiradan busib, tog'liq rayonlarga chekilgan otliq qism shu oyning 28-kunigacha urushni davomlashtirdi. Sharaflik Barin inqilobi tarix sahnasida emas, millatning bulg'angan, kir bosgan qalbidan cho'nqur o'rin oldi. Zulmat bosgan ruhiyat olimini yo'ritdi. Bu dal inqilobiy sabdosh bosh qo'mondan Zayniddin Yusufning g'oyasi edi.